Instagramda o'tirsam, shu video yo'limdan chiqib qoldi. Qarasam shunaqa ужасный bo'lib ketar ekan. Rakinadagi darrov bordim-da, men ham ochib, qani ichi rostdan ham shunaqa bo'larmikan dedim va ochdim. Menikini tegi katta bo'lgani uchun sirasi tushib ketar ekan. Paq etib tushib ketdi va mana buni qaranglar bo'lib ketganini, ichlarini shunaqa dahshat bo'lib ketibdi. Buni ko'rib ko'nglim ozib qoldi. Sirazi suv qo'yib gazga qaynatdim. Qaynoq suvga solib bitta sredstvodan soldim. U sredstvo nimaligini videoni oxirida ko'rishingiz mumkin. Shunaqa qilib reaksiyaga kirishib 15-20 minutdan keyin olsam shunaqa top-toza qilib qo'yibdi. Ozgina qolib ketgan joylarini yumshoq gubkada shunday ishqalab suvda chayib oldim. Undan tashqari rangli kirlarga deysizlar, rangli sochuvlarga deysizlar, demixodlarga, qoshuvlarga, chirk bo'lgan nimalar bo'lsa, hammasiga ishlatsanglar bo'ladi. Men hammasini ishlatib ko'rganman. Prosta videoga sig'magan uchun sizlarga qisqa qilib ko'rsatdim. Mana qizimni rangli ko'ylalarini ham hisob ko'rdim. Umuman rangi o'zgarmadi, oqarib ketmadi. Bemalol sizlar ham foydalansanglar bo'ladi. Bu sredstvani oti Aquamarin. Uzun marketdan va men atmetka qilgan profildan olishingiz mumkin, lekin qo'lingizga ham hech narsa qilmaydi va kачествоsi super qizlar.